Assalomu alaykum qarindoshlar. Cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. O'tgan soatda 9-cho'ng gunohni o'rganib o'tgan edik. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. 10-cho'ng gunoh zina qilish. Zinaning ba'zi gunoh jihatda ba'zidan ig'irdir. Alloh taolo bu vaqtda Sura Isroning 32-oyatida mundaq deydi. Zinaga yaqinlashmanglar. Chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Qarindoshlar, bu oyatda Alloh taolo o'zining kalomida zinaga yaqinlashmanglar dedi. Yaqinlashmanglar. Chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir dedi. Masala oydin bo'lishi kerak qarindoshlar. Zina qilmanglar demedi, zinaga yaqinlashmanglar. O qabih ish yomon yo'ldir dedi. Anda olsa zinaga yaqinlashsa o qabih ish yomon yo'l bo'lsa, zina qilsaqana bo'ldi. Bu masalani qarindoshlar o'z obdan bilalaydi. Barliq qarindoshlarimiz aqlli, qallis qattiq ishlaydigan tafakkur eng yuqori qarindoshlar. Shuningga bu masalani obdan o'ylab tafakkur qilib boqsaq bo'ladi qarindoshlar. Zina degan hozirgi zamonda oshnaning o'rnida bo'lib qoldi. Oshnaning o'rnida bo'lib qoldi. Normal ahvol xuddi yo'lda ketib berib, yo'lning yaxshiligi bir tal cho'pni uzib olgandek ishga o'xshash bo'lib qoldi. Ammo buning qiyomat kunidagi hisobi qanchalik ig'irligini mana bu yerda bayon qilyapti qarindoshlar. Diqqat qilishimiz kerak. Qattiq diqqat qilishimiz kerak. Chunki bu cho'ng gunohlarning birisi. Sura Furqonning 68-oyatidan 70-oyatigacha Alloh taolo mundaq deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilinadi. O mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilganlarla bu holda qolmaydi deydi. Mana bu oyatda qarindoshlar mo'minlarni tashlabda bayon qiladi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan naq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi deydi. Oxirda bo'lsa, kimki bu ishlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni unga hassilab azob qilinadi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi deydi. Bu intayin ig'ir gunoh qarindoshlar. Endi buningda eng oxirda bo'lsa, ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilganlar bu holda qolmaydi deydi. Bu holda qolmaydi. Bunda holga tushib qolmaydi degan gap emas. Shundaq holda qolmaydi. Mangu ayada mangu azob ichida xorlangan holda qoladi degan gap bor. Mayad bo'lsa, agar tavba qilgan bo'lsa, bu holda qolmaydi, mangu qolmaydi. Gunohiga loyiq jazoni tatgandan keyin o azobdan xalos bo'ladi deydi tavba qilgan. Tavba qilmagan bo'lsa, qiyomat kuni ham ig'ir azobga duchor bo'ldi, ham shu azob ichida mangu qolib qoladi deydi. Alloh taolo Sura Nurning 2-oyatida bo'lsa, zina qiluvchi ayol va zina qiluvchi erning har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mo'minlardan bir to'kim kishi hozir bo'lsin deydi. Bu hammasi oyat qarindoshlar. Allohningki kalomi Qur'on Karimdagi oyat. Allohning buyrug'i. Alloh bizga farz qilgan amallar. Shuninga zina qiluvchi, zina qiluvchi ayollarni jazolashdan qattiq bo'lganligi
ularga rahim qilsa bo'lmaydiganligi bayon qilyotdi bu yerda aniq Alloh bizga buyruq qilyotdi. Ularni jazolashga mo'minlardan bir turkum kishilar hozir bo'lishi kerak deydi. Enim chatqayım deb chatqing bo'lmay, qaring bo'lmay qarab qo'yib yuraverma deydi. Yuraverma, buyruq, Allohning buyruqi bu. Bu narsaga qattiq diqqat qilishimiz kerak, qarindoshlar. Shuningga biz hamma ishda Allohninki qil deganini qilishimiz, qilma degandan neri turishimiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan yo'llarda mustahkam minishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: zina qilguvchi zina qilganda mo'min holatda zina qilmaydi. Mana bu yerda yoki zina qilguvchi kofir bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa uningdagi mo'minlik ko'tarilib ketgan bo'lishi mumkin demakchi. O'g'irlik qiluvchi o'g'irlik qilganda mo'min holatda o'g'irlik qilmaydi. Aroq ichuvchi aroq ichganda mo'min holatda aroq ichmaydi. Boshqalarning esil narsalarini insonlarning ko'z oldida ilib olganda mo'min holatda ilib olmaydi deydi. Birlik kelgan hadis. Birlik kelgan hadis. Mana bu yerda nima deydi? Agar kofir bo'lsa, kofir holatda turdi. Agar u mo'min musulmon bo'lsa, mana shu yuqorqi ishlarni qilgan chog'da uningdagi mo'min musulmonlik ko'tarilib ketadi. Da'vatli qarindoshlar. Bu intayin ichinishlik ahvol. Intayin ichinishlik bu bedel bek qattiq, bek ig'ir bedel qarindoshlar. Diqqat qilishimiz kerak. Bunda bedelni to'lash qiyomat kuni biz bek ziyon tatqanligimizni bilgan chig'imizda pushaymonlik oladigan qochqolmaydigan ahvol. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday deydi: agar banda zina qilsa, uningdan iymon chiqib, beshi ustida bir soyaga o'xshash turdi. Mana agar bir banda zina qilsa, uningdan iymon chiqib, osmonda laylab turdi deydi. Qachonki zinani tark etsa, iymon uning qaytib keldi. Qachonki zinani qilmaydigan bo'lib, tövbe qilib, uni tark etsa, tövbe qilishning o'zi Alloh qabul qilgan tövbe qilib, burun qilgan gunohiga ikkinchi qatim qaytmaslik, uningga qaytishning o'zini o't bilan, ko'ygan bilan baravar bilish, mana bu tövbe hisoblanadi. Bu yerda deyilgan qachonki zinani tark etsa, tark etib, ikkinchi qatim qilmaslikqa tövbe qilib, onunğa qaytishning o'zini o't bilan ko'ygan bilan baravar deb bilgan chog'da, undan keyin iymon uning qaytib keldi, bo'lmasa qaytib kelmaydi. Da'vatli qarindoshlar, bu masala intayin ig'ir masala, bunga qattiq ahamiyat berishimiz kerak. Abu Davud Hakim rivoyat qilgan, Albani uning sahih hadis ekanligini ilgari surgan. Shuningga bunday masalalarda qattiq diqqat qilmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Zinoning cho'ng gunohlardan birisi ekanligini aniq bilishimiz kerak. Alloh qiyomat kuni 3 turli kishiga gap qilmaydi. Ularga rahmat nazri bilan qaramaydi. Ularni gunohdan poklamaydi. Ularga qattiq azob bor. Biri qiyri zinoxo'r, ikkinchisi yolg'onchi podshoh, uchinchisi mutakabbir kambag'al, ya'ni kibrlik kambag'al deydi. Imom Muslim va Nasoiy rivoyat qilgan sahih hadis. Qiyri zinoxo'r degan gap umr bo'yi zino qilib o'tgan insonlar, ayollar bo'lsa, Alloh taolo uningga qiyomat kuni qarab qo'ymaydi deydi. Bu masala yana intayin ig'ir masala, diqqat qilmasak bo'lmaydigan masala qarindoshlar. Shuningga bu zino qilishniki cho'ng gunoh ekanligini bilishimiz, atrofimizdagi qarindoshlarimiz bo'lsa, uni zino qilishdan to'sishimiz,
özümüzdeki yakın adamları, Allah'ın dost birodarlarimiz, balçaqalarımızga bu çoğun günahlarını her daim sözlep verişimiz gerek. Ularni xabardor qilib turishimiz kerak, qarindoshlar. Samura ibn Jundab radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir qitimliq tushi bayon qilingan hadisda uning oldiga Jibril va Mikail alayhissalom keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: biz birlikte yo'lga chiqib, to'nirga o'xshaydigan üstü tar, asti keng bir narsaning qishiga keldik. Onun ichidan varang-churang va nola, faryod ovozlari chiqyotdi. Men uning ichiga qaragan edim. Bir guruh qip yalang'och ayol turibdi. Ularning ost tarafidan o't yolqini chiqar ekan. Shunga ular o'tning qattiq haroratidan vaqirayotgan ekan. Men ey Jibril, ular kim deb so'ragan edim. Ular zina qilgan ayollardir. Qiyomatgacha mushundoq azoblandi dedi. İmam Buxoriy ve İmam Ahmed rivayet qilgan sahih hadis. Ata ibn Abu Rabah Sure Hicr'nin 44. oyatini tefsir qilib, cehennemning 7 darvozasi bor degan bu oyatni tefsir qilganda tefsirda bundoq degan: bu darvozalardan eng ichinishli, eng qiziq, eng azobliq va eng sesiq darvoza zinoning haromligini bilib turib zino qilgan zinoxo'rlarga ayrilgan. Mana buningdan qarindoshlar, qiyomat kuni zinoxo'rga berilgan azobninki ne kadar qattiq ekanligi bilinib turibdi qarindoshlar. Shuningga zina deganning og'ir gunohligini o'zimiz obdan bilib yetishimiz, farzandlarimizga ta'lim tarbiya berishimiz, Allah'ın dost birodarlarimiz bo'lsa, bu og'ir gunohdan ogohlantirib, onu bu gunohlarni qilmaslikka tavsiya qilishimiz kerak qarindoshlar. Çünkü insan günahlarını qilgandan keyin qiyomat kuni tinvag'ili bo'lmaydi. Biz burun derslerimizde o'rgangan insonninki mo'risida xizmat qilayotgan farishtalar o'ng mo'ristikisi yaxshi amallarni, so'l mo'ristikisi gunoh amallarini xotirlab mangdi. Lavhul mahbusda hammasi yoziladi degan. Onundan sırt o farishtalarning yozmasi emas. Yani biz hammani bilamiz. Allah hammani ko'rib turg'uchi, Allah anlab turg'uchi, Allah bilib turg'uchi. Bu meseleni ham musulmonlar biladi qarindoshlar. Shuningga undan boshqa Sura Nurning 24-oyatida Alloh taolo bu meseleni, yani insonning qilgan ishidan bütün a'zolarining guvohlik beradiganligi to'g'risida bayon qilgan. Yani şu kunda, yani qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari ve putlari ularning qilmishlaridan, ularning ziyniga guvohlik berdi deydi. Bu Qur'on Sura Nurning 24-oyati, Allohning dasturi. Qur'onda Alloh taolo mana bizning qilmishlarimizdan hamma a'zolarimizniki guvohlik berdigini bo'libmi, a'zolarimizning bizning ziynimizga guvohlik berdiganligi bayon qilinadi. Shuningga qarindoshlar, gunohlarga yo'liqqan vaqtlarimizda o'zimizni qattiq tutishimiz kerak. Gunohdan o'zimizni qochirishimiz kerak. Chunki bu hozir bizga hech nima bo'lmaydi-ku degan bilan Alloh taolo sabrlik, eng sabrlik zot, sabrni qiyomatga olib qo'ygan. Qiyomat kuni hisob so'ragan chog'da biz o hesaplarni berib olmaymiz qarindoshlar. O hesaplarni berib olmaymiz. O hesaplar og'ir hesap bo'ldi. Baray radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog'amni o'gay onasi bilan zina qilgan
bir kişini öldürüş ve melining 5'ten birini musadir qilish uchun uning yeniga avatgan edi deydi İmam Tirmizi, İmam Ahmed, Darimi ve Hakim rivayet qilgan. Zahabi sahih hadis degan. Mana shu hadisni rivoyat qiluvchi Baraining tag'isini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'gay onasi bilan zina qilgan bir kishini o'ldirish va melining 5'ten birini musadir qilish uchun uni yeniga avatgan edi deydi. Bazı insanlar hazır İslam'ın düşmanları azg'unlar bor. Allah Teala qilgan gunoh bilan payg'ambar alayhissalomga o'ziniki ümmetini o'ldirishga buyurmagan. O yolg'on deb top so'zlayotganlarni ko'ryapmiz qardoshlar. Demak, ular ochiq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga qarshi. Nima demoqchi? Bu demoqchi payg'ambar alayhissalomning hadisini inkor qilman demoqchi. Yana bu nima demoqchi? Payg'ambar alayhissalomning hadisini inkor qilganlik, payg'ambar alayhissalomni inkor qilganlik. Payg'ambar alayhissalomni inkor qilganlikning o'zi Allohga qarshi chiqganlik. Chunki biz derslerimizde öğrenip öttük, ayetler iniq yazılgan payg'ambarlarni biz mo'jizalar bilan dalil bo'lgan kitoblar bilan avatdik. Payg'ambarlar o'ziga berilgan shu kitoblarni tafsir qiluvchilardir. Mening yo'limda mangman desanglar, payg'ambarga ergishinglar, payg'ambar tafsir qilgandan sizlar vaz nasihat anglanglar deb aniq bayon qilgan Qur'onda bor. Anda olsa payg'ambarning bu degan vaz nasihatini bu yolg'on deganlik, payg'ambarni inkor qilganlik, hadisni inkor qilganlik eng oxirida berib Allohga qarshi asi bo'lganlik bo'ldi. Bu masalaga diqqat qilishimiz kerak. Toplarda hozir o'zi yoki o'zini yenidagi bir atarman, chaparmanlari dunyodagi katta olim deb sanab hisoblab shunday so'zlayotgan bir turkum ozg'un maxluqlar bor. Unda maxluqlarni so'rab baqsanglar, maktab yuzini ko'rmagan, xatni tuzak bilmaydigan, bilsimi yoki bir yangi yozishni o'qiydigan, ko'ni yoziq o'qisini tatlashtirib, o'milab yurib o'qiydigan insonlar bu yerda shunday ozg'unlarniki videolarni ko'rib, ozg'unlarniki tafsirlarini anglab yurib, ezib ketgan insonlar. Bularning kendidan men ketib, ezib ketib qiyomat kuni hisob berilmaydigan ahvol kelib qolishdan saqlanaylik qardoshlar. Alloh taolo darslarimizni manfaatli qilib bersin. Alloh taolo har vaqt Uyg'ur qardoshlarimizga hidoyat qilib, to'g'ri yo'lga boshlasin. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin.